Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Birinchi manzilimiz Golden Didor restorani bo'ldi. Mehronjon hamda Diyora oilasining nikoh oqshomini birgalikda guvoh bo'lamiz va kuyovni dadajonlari Zokir aka, kuyovni ayajonlari Yulduz opamlarga chiroyli sovg'alarni taqdim etamiz. Barcha sovg'alar Yulduz opamning Rossiyadagi opajonlari Dilnoz opam, pochchalari Rustam akam, shu yerdagi jiyanlari Dilorom opam va yana bir jiyanlari Rossiya davlatidan Doston akam nomlaridan birgalikda chiroyli sovg'alarni taqdim etamiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli qadrdonlar barchangizga xayrli kun, barchangiz albatta fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun chiroyli, fayzli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchilari bugungi kechamizning haqiqiy qirollari, haqiqiy qirolichasi bo'lmish Mehronjon hamda Diyora oilasiga avvalambor uzoq umr, sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt tilagan holda davrimizga Mehronjonning dadajonlari Zokir akamlar, ayajonlari Yulduz opamlarni davra markazga chorlab olatib, shu yerda bo'lsalar, bitta guldiroz xarsaklar bilan birgalikda. Avvalambor assalomu alaykum Zokir aka, Yulduz opa, bugungi ajoyib bo'lgan nikoh oqshomlari, to'ylar muborak bo'lsin. Bugun aynan sizlardan tabriklash uchun tashrif berganmiz. Bugun sizga albatta Yulduz opa birinchi galda olislardan, Rossiya davlatidan opajoningiz Gulnoza opam nomlaridan, qolaversa albatta pochchangiz Rustam akamlar, jiyaningiz Dilorom opam, olisdagi jiyaningiz Doston akam nomlaridan bugun bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif berganmizki, ancha bo'ldi opangiz murojaat qildilarki, ya'ni yaqinda Malijondan aziz bo'lgan singlimni xonadonlarida katta shodiyona, katta bayram. Bizlarni joni jigarimiz bo'lgan, jondan aziz bo'lgan Mehronjimizni, ya'ni jiyanimizni misol oqshomlari, nikoh oqshomlari. Avvalambor xohladikki, shaxsan o'zimiz belni mahkam bog'lab xizmat qilishni juda xohladik-ku, lekin o'rtamizda kattadan katta yo'llar bor, masofalar bor. Ro'parasi 5500 kilometr bor. Shu sababli albatta avvalambor Malijondan aziz singlimga birinchi galda alangalik salomlarimizni, sog'inchli salomlarimizni yetkazib qo'ying va albatta to'ylar muborak bo'lsin deb qo'ysangizlar. Va aynan siz uchun oilasidagi opajoningiz nomlaridan chiroyli gul dastalarimiz bor. Albatta qo'llar bo'sh bo'lsa, mehribon opangiz nomlaridan chiroyli gullarni qabul qilib olasiz. Marhamat, qarsaklar bilan birgalikda. Siz ham gullarga har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Yuzingizdan kulgu, lablaringizdan hech qachon tabassum arimasin. Hozir tashqarida opam bilan gaplashsam, Gulnoza opa, men yetib keldim. Nima deb qo'yitsam, birinchi galda xohlardimki ikkala yosh baxtli bo'lsinlar. O'zlaridan ko'paysinlar. Xudo xohlasa kelgusi yillarda mana shu damlarda hammamiz birgalikda beshik to'ylarni nishonlash nasib ro'za aylasin. O'zim olislardan ukajonimdan juda xohlardimki, quchoqlab bag'rimga bosib tabriklashni juda xohlardim. Lekin o'rtamizda yo'llar bor. Shu sababli albatta arzimas bo'lsa-da chiroyli sovg'alar olib boringlar. Aynan siz uchun chiroyli tilla uzuklar bor ekan, albatta jiyaningiz Dilorom opamdan iltimos qiladim, chiroyli qilib taqib qo'ysalar, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Yulduz opa bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar muborak bo'lsin. Ko'kka parvoz qilgan qush misol, siz doimo baxtga intilib yashang. Baxtdan bir qasr qurib, unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol, orzularingiz ham ro'yobga chiqsin. Hayotingiz esa asardek shirin, tongdek munavvar va nurafshon kechsin. Tark etmasin sizni shodlik va quvonch. Hayotingiz doimo nurlarga to'lsin, hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Bugungi nikoh oqshomlari muborak bo'lsin. Albatta tabriklaymiz, bugungi xursandchiliklar muborak bo'lsin. Qolaversa hali bu hammasi emas. Albatta bugungi kechamizning haqiqiy sababchilari Mehronjonning dadajonlari Zokir akamga ham chiroyli sovg'alarimiz bor. Zokir aka albatta olisdagi pochchangiz Rustam akam nomlaridan, qolaversa opangiz Gulnoza opam nomlaridan, jiyanlar nomidan aynan siz uchun dunyodagi eng chiroyli sovg'alardan biri, eng muqaddas sovg'alarimizdan biri buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan. Inson
insonni iymonini yanada mustahkam qilib, yanada yoritadigan milodiy 611-yilda nozil bo'lgan ismi Furqon, laqabi Majid bo'lgan, tili arabiy tilda. Nozil bo'lgan oyi Ramazon oyi. Nozil bo'lgan kecha Qadr kechasi bo'lgan. Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, komplektatsiya aynan siz uchun qansaklar asosida qabul qilib olasiz. Albatta eng muqaddas sovg'alardan biri sizga muborak bo'lsin. Duolarga ochib kaftanni, sizga tilab tillo taxtani. Yaratgandan so'rab baxtlarni, bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin, bugungi nikoh oqshomlari muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz. Halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qilib o'zingiz. Eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Bugungi yana bir bor farzandingizni nikoh oqshomlari muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, bugungi xursandchiliklar muborak bo'lsin. Albatta hali hammasi emas. Keling endi men hurmat va ehtiromli mikrofonni shaxsan sizga bersam, mana onlayn tarzda opajoningiz ko'rib o'tiribdilar. Ikki og'iz yashnalar bo'lsa, bajondir sizda eshitamiz. Hammasi uchun katta rahmat. Baxtimga jigarlarim so'q bo'lsin. Balamga baxt bersin Alloh. Apa boringizga shukr. Siz borsiz, men hamma vaqt tik yuraman. Uzoq umr ko'ringlar hammalaring jigarlarim. Baxtimga so'q bo'linglar. O'zi bojani o'g'ilga yaqin boja bo'ladi deydi, mana bu spotida bu. Mayli sog' bo'lsinlar, uzoq joylarda yuribdi, Xudoning panohida bo'lsinlar. Daston, Rustam, hammalari sog' bo'lsinlar. Yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin. Rahmat, olqishlar qo'ysak bilan rahmat, sog' salomat bo'ling. Albatta keling endi shunday chiroyli bayramona damlarda davom ettiramiz. Hammamiz bitta yaqinroq turib olamiz. Men professional fotograflardan iltimos qiladim, chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysinlar. Ham esdalikka qoladi, qolaversa albatta oilasidagi yaqinlar uchun marhamat, keldagi navbat fotosessiya. Undan keyin albatta chiroyli sho'x taronaga birgalikda raqsga tushamiz. Marhamat, barchani yaqinroq turib olishlarini so'radik-ku, barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga bugungi kuningiz, oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Xizmatingizda Raziyat jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga.